Üçüncü bab, her qandaq bid'at azğınlıqdır. Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selam ala Resulillah. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Tüvendi diktinlağa, faziletlik Şeyh Salim el-Hilali Hafizahullah'ın bid'at ve onun ümmetki sağan ziyanları risalesinden her qandaq bid'at azğınlıqdır degan temasini o'qiymiz inşallah. A'udhu billahi mineşşeytanirracim. Birinci, hidayet sünnetke ergeçken ey birodarim, şunu bilishiniz kerak ki her qandaq bid'at tuvanda qayd qilinadigan sahih uchuq hadislar sabablik azgınlıktır. İrbad ibn Sariye radiyallahu anhu'dan rivayet qilindi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizge fajr namazı o'qib berdi. Ondan bizge yüzlenib, ko'zlardan yosh oqqizib, qalblarni titritadigan intayin ta'sirlik tabliq qildi. Bir odam, ya Resulullah, bu vidolashquchining so'ziga o'xshab ketdi, dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'a taqvodorlik qilinglar. Habashistonlik bir qul sizlarga bosh bo'lsa-mu, uningga itoatsizlik qilmanglar. Mendan keyin yashaganlar cho'qim nurg'un ixtiloflarni ko'rdi. Mening sunnatimga va to'g'ri yo'lga ergashgan Rashid xalifalarning sunnatiga ergashinglar. Uni iziq tishinglar bilan mahkam tishlanglar. Dinda yangidan paydo bo'lgan ishlardan saqlaninglar. Chunki dinda yangidan paydo bo'lgan ishlarning hammasi bid'at, bid'atning hammasi azg'inlikdir. Abu Davud 4607, Tirmizi 2676, İbn Majah 43-44, Darimi 44-45-1, İmam Ahmed 126-4, Hakim Mustadrak 95-96-1, Bayhaqi Sunanul Kubra 114-10, Menakibu Şafii 10-11-1, İbn Hibban 5. hadisler. Cabir ibn Abdullah radiyallahu anhu'nun mundaq deganligi rivoyat qilindi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem insonlarga so'z qilatdi. Allohga loyiq ravishda hamda sana aytgandan keyin mundaq deydi. Allah hidayet qilganni ozdirguchi, Allah ozdirganni hidayet qilguchi yo'qdir. Sözlerinin en yaxşısı Allah subhanahu ve Taala'nın kitabıdır. Yollarının en yaxşısı Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'nin yoludur. İşlarının en yamini dinde yeniden payda bo'lgan işlardır. Yeniden payda bo'lgan işlarının hemmesi bid'atdir. İmam Müslim 153-6. İmam Müslim ve İmam Bayhaqi'nin rivayetinde her bid'at azgınlıktır deyilgen. İmam Bayhaqi Esma ve Sifat 137. numaralı hadiste, İmam Nesai 188-189'da 3. sahih isnad bilen ve her qandaq azgınlık dövzaqtıdır degan cümleni qo'shib rivoyat qilgan. Abdullah ibn Amir radiyallahu anhu'dan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin mundaq deganligi rivoyat qilingan. Her amalning qizg'in bo'ladigan vaqti bo'ladi. Her bir qizg'inlikning bir pasayişi bo'ladi. U yoki sunnatga paslaydi, yoki bid'atga paslaydi. Kimning paslashi sunnatga bo'lsa, hidayet topgan bo'ladi. Kimning paslashi boshqa tarafga bo'lsa, halok bo'lgan bo'ladi degan İmam Ahmed ibn Hibban. Ayşe anamiz radiyallahu anhaning mundaq deganligi rivoyat qilindi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mundaq degan. Tercümesi:
Kimiki bizning bu ishimiz, ya'ni islomda bo'lmagan bir ishni paydo qiladigan, u rad qilindi. İmam Buxoriy 301-5, İmam Muslim 16-12. Yani bir rivayette tercümesi, kimki bizning bu işimiz, yani İslam'dan bo'lmagan bir ishni paydo qiladigan, u rad qilindi deyilgan. İmam Muslim, İmam Navaviy 16-12. İkinci. Ey mümin birodarim, İrbad ibn Sariye ve Cabir ibn Abdullah radıyallahu anhumlardan rivayet kılıngan hadislardaki her qandaq bid'a ozg'unluqdir degan ibora umumi, yani amdır. Çünkü hadiski kullu, yani barliq, her qandaq, hamma kelimesi umumilikni bildirdigan bulup, ma'lum bir bid'atni buningdan mustasno qoldirishga hech qanday dalil yo'q. İmam Şatibi rahimahulloh bu hadisning sharhisida mundaq degan: olimlar bu ifodani am, yani umumiy deb tushungan. Bu umumiylikdan mustasno qiladigan hech narsa yo'q. Demak, bid'atlarning ichida yaxshi bid'at deydigan narsa asla mavjud emas. İmam Şatibi fatvolari 180-181 betlar. Abdullah ibn Amir ve Ayşe anamiz radıyallahu anhumanın hadisleri bo'lsa, javamul kalim, yani ixcham ama ma'nisi kengdir. Bu ikki hadis zahiri ameller için ölçemdir. Musulmanның ameli fakat tuvendeki iki şartni hazırlaganda ondan makbul boludu. Birinci, amel fakat ve fakatla Allah subhanahu ve Taala'nın rızası üçünla ihlas bilen kılınış gerek. Çünkü Allah subhanahu ve Taala mundaq deydi. Tercüme ma'nisi, kimiki Rabbiga muloqot bo'lishni umid qiladigan, yaxshi amal qilsin. Rabbiga qiladigan ibodatda hech kimni sherik keltirmasin. Sura Kaf 110-oyat. İkinci, qilingan amal cho'qim Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning sunnatiga uyg'un bo'lishi kerak. Bu shart Ayşe anamizdan rivoyat qilingan. Tercümesi, kimiki bizning bu işimiz, yani İslam'da bo'lmagan bir ishni paydo qiladigan, u rad qilinadi degan hadisda nihoyatda aniq o'tirib qo'yilgan. Bu vaqtda yana sunnatda asosi bo'lmagan amal bid'atni qilish haqida olimlarning ikki xil ko'z qarashi bor. Birinchi xil qarashdikilar, sünnette asası bo'lmagan amal şu ishni qilg'uchiga qaytariladi. Allah bundaq amallarni qiyomatda taroziga qo'ymaydi deyishgan. İkinci xil qarashdikilar shundaq deydi: sünnete asası yo'q, bid'at amalni qilg'uchi Allohning buyrug'ini rad qilg'uchidir. Chunki bid'atchi özünü hüküm kılgıçlarının en katısı bo'lgan Allah subhanahu ve Taala'ga o'xshatib, özünü Allah'ның o'rniga qo'yib, Allah ruxsat qilmagan ahvolda shariatga yangi shariat qo'shquchidir. Bu haqda oldingi boblardami to'xtalgan edik. 3. Yuqorqi qurlardan aql egillariga ma'lum bo'lganidek, bid'atni yaxshi bid'at ve yomon bid'at deb ikki turga ayirishga urinish xatodir. Hatta mushundaq ayirishning o'zimi bid'atdir. Yani kelib tuvandagi sabablar tufayli bid'atni yaxshi yomon deb ikkiga yoki uningdan ko'pga ayirish bid'atlarning eng qabihlaridandir. Birinchi,
bid'atlarni ayiblash mazmunidagi shar'iy dalillar umumiy va mutlaq ma'noda kelmoqda. Buningdan ayirib chiqariladigan hech bir mustasnolik yo'qdir. Shar'iy manbalarda ma'lum bir bid'atning yaxshi ekanligini bildiradigan hech qanday dalil yo'q. Ya'ni har qanday bid'at ozg'unlikdir. Ammo paloni pokoni bid'atlar buningdan mustasno degan shaklda hech qanday shar'iy dalil yo'q. Shariat nuqtasidan yaxshi deb qaraladigan bid'atlar bor bo'lsa edi, cho'qim oyat hadislar orqali bizga bildirilgan bo'ladi. Ammo bundaq bir dalil qat'iy mavjud emas. Demak, yuqorida bayon qilingan bid'atni ayiblagan dalillarda biror bid'atmi kam qolmay hammasi birdek ayiblangan. Bu dalillardagi ifodalar umumiy va mutlaq shakldadir. Al-i'tisam 187-bab. Ikkinchi. Ilmiy usullar orqali sabit bo'lgan narsa shuki, umumiylikni ifodalaydigan bir qoida yoki shar'iy dalil nurg'un yerda o'xshamagan vaqt va o'xshamagan ahvollarda takrorlansa, shundaqla buningga har qanday bir shart qo'shilmagan bo'lsa, bu ahvol shu qoida yoki shar'iy dalilning umumiy, ya'ni am va mutlaq lavzi taqozo qilingandek qiyomatgacha davomlashadigan abadiy qoida ekanligini ko'rsatadi. Bizni bid'atlar haqida ogohlantirgan hadislar dal mushtirdandir. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam xilma-xil vaqt va farqli ahvollarda munbarda sahobalarga xitoban har qanday bid'at ozg'unlikdir deydi. Buning aksicha hech qanday bir oyat yoki hadisda bu umumiy hukmdan ba'zi bid'atlarni ayirib chiqadigan shartlar o'tirib qo'yilmagan. Shundaqla hadisning lavzidagi kullu kalimasini barliq, har qanday, hamma deb tushunmaslikka hech qanday asos yo'q. Al-i'tisam 188-bab. 3. Sahaba radiyallohu anhum, tabi'in va ulardan keyin kelgan salaf solihlar, Alloh subhanahu va taolo ularga rahmat qilg'ay, bid'atlarni ayiblash, o'ch ko'rish, bid'atlardan va bid'atning iznosi va har qanday narsadan qichish kerakligida ijmo, ya'ni o'rtaq qarashga kelgan. Bu jihatda salafning hech biri boshqacha qarashda bo'lgan emas. Bu mu bid'atning yaxshisi yo'qligini, har qanday bid'atning nachar bid'at ekanligini ko'rsatadigan ochiq dalolat va kuchlik dalildir. Al-i'tisam 188-bab. 4. Bid'at munosabatlik bo'lgan ishning o'zimi shu natijani, ya'ni bid'atni yaxshi yomon deb ayirishning bid'at bo'lishini taqozo qiladi. Chunki bid'at shariatning qarshisida yo'l tutish va shariatni bir bulunga tashlab qo'yish deganlikdir. Shundaq bo'lgan ekan, bundaq ishlarni yaxshi yomon, maqtiladigan, ayiblanadigan deb ayirish aqlga sig'adigan ish emas. Chunki Alloh yaxshi ko'rmaydigan bir ishni yaxshi deyish aqlgami, naqlgami to'g'ri kelmaydi. Al-i'tisam 188-bab. 5. Yaxshi bid'at bor deyish bid'atning ishigini hang'irqay ichib etish deganlikdir. Bundaq bir qarash o'tirg'i chiqsa, hech bir bid'atni rad qilg'ili bo'lmaydigan bo'lib qoladi. Chunki bu ahvolda bid'atning egalari o'zlari qilgan har qanday bid'atni yaxshi bid'at deb turib oladi. Rafiziylar, Mu'tazila,
Cehmiye, Xavariclar, Murjiilar, Sofilar va boshqalar o'zi paydo qilgan bid'atlarni yaxshi bid'at deb da'vo qilishdi. Bularning hammasiga o'rtaq beriladigan javob Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning kullu bid'atin dalala tarjimasi har qanday bid'at ozg'unlikdir degan hadisidir. 6. Bid'atlarning ichida yaxshi bid'at borligini da'vo qilishda tayinilgan dalil manba zodi nima? Agar bundaq degichi aqlga tayandim desa, buningga qarshi shundaq deymizki, kishilarning aqlining darajasi xilma-xildir. Bularning qaysisi manba bo'la oladi? Kimning aqlini dalil qilish kerak? Chunki hamma odam o'zi qilgan bid'atning o'z aqlicha yaxshi bid'at ekanligini aytishidir. 7. Bid'atning ichida yaxshi bid'at borligini aytganlarga shundaq deyiladi. Yaxshi bid'at nomi bilan dinga bir talay ishlarni qo'shish durust bo'ladigan bo'lsa, dindagi ba'zi ahkomlarni chiqarib o'tishni tashabbus qiladiganlarning tashabbusini yaxshi tashabbus deb qarashga to'g'ri keladi. Bu ikkisi orasida hech qanday farq yo'q. Chunki bid'at dinga bir ishni qo'shish shaklida bo'lganidek bir ishni chiqarib o'tish shaklida bo'ladi. Shu ravishda din qo'sh bilan elish orasida bara-bara yo'qolishga yuzlanadi. Azg'unlik bola buningdan o'ta bo'lmas. Ahmad ibn Hajar al-Butami 75-bet. 8. Ba'zilar shundaq deyishadi. Shariatda yaxshi bid'at deydigan narsa bor deyilsa, biz shu yaxshi bid'atni qilmaslikni dinimiz va dunyoviy manfaatimiz uchun ixtiloflarni tugitib birlik hosil qilish uchun texmi foydali deb qaragan taqdirda bu yaxshi bid'atni tark etishni bid'at deb qaraymiz. Agar bizning bu qarashimizning dalili bo'lsa, buningga qarshi chiqish joiz bo'lmaydi. Agar dalilimiz bo'lmasa, u vaqtda mush gapimizning o'zi bir yaxshi bid'atdir va sizlarmu mush ishni qilyapsizlar. Demak, har qanday ahvolda bid'at botildir. Bizning bildirmoqchi bo'lganimizmi dal mushu. Ahmad ibn Hajar al-Butami 76-bet. 9. Yaxshi bid'at safsatisi dinning burmilanishi va buzilishiga sabab bo'ladi. Chunki yaxshi bid'atga yo'l ochilsa, o'ttirga chiqqan hammaylan dinga bir bid'atni qo'shidi va uni yaxshi bid'at deb da'vo qiladi-da, bid'atlar bag'an siri jiqlab shar'iy bid'atlardanmi ko'payib ketadi. Natijada din o'zgardi va İbrahim aleyhisselam, Musa aleyhisselam, İsa aleyhisselam qatorliq payg'ambarlar kelgan ilgariki samoviy dinlar keyincha buzilgandek buzildi. Shu vajidan dinning burmilanib halok bo'lib ketishidan saqlanish uchun bid'atga sabab bo'ladigan barliq yo'chiqlar tamoman etib o'tilishi kerak. Alhamdulillah, yuqorida fazilatlik Sheyx Salim al-Hilali hafizahullohning bid'at va uning ummatga solgan ziyonlari risolasidan 3-bob har qanday bid'at ozg'inlikdir degan temasini angladinglar. Kelar qitimda insonlar yaxshi deb qaragan taqdirdami har qanday bid'at ozg'inlikdir degan temasini o'qiymiz inshaalloh. Va sallallohu ala Muhammad va ala alihi va sahbihi va sallam. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.